Bu narsani KPI deb nomlayotgan bo'lsangiz, bu juda ham katta xato. Sotuv menejeriga osmondan olib kuniga 100 tasi bilan gaplashgan deyishimiz mumkin. Lekin u gaplasha oladimi? Statistika va tajribaga asoslangan holda belgilash kerak. Обязательно xodimlarni o'qitish kerak. Mijoz narxiga, lead narxiga KPI qo'shishimiz mumkin. Bu sirazu samaradorlikni ham oshiradi, kompaniyaning xarajatlarini ham ekonom qilishga imkoniyat beradi. Assalomu alaykum. Agar bu videoni qo'lga kiritgan bo'lsangiz, tabriklayman. Juda ham foydali va manfaatli ma'lumotlar hozir sizlarni kutib turibdi. Bu instruksiyamiz aynan KPI ga bog'liq bo'ladi. Bu darsda, video darslikda biz eng birinchi navbatda KPI o'zi nimaligi, uni mohiyati, qanaqa holatlarda qo'yish mumkinligi, ya'ni talablar va qanaqa KPIlar borligi haqida gaplashamiz. Va eng boshida aytmoqchimanki, KPI bu inglizchadan Key Performance Indicators, samaradorlikni asosiy ko'rsatkichlari. Ahamiyat beringlar, bu yerda aynan samaradorlik haqida gap ketyapti, natijaviylik haqida emas. Shuning uchun agar siz sotuvchilarga misol uchun bonuslar belgilagan bo'lsangiz, qanaqadir premiyalar belgilagan bo'lsangiz va bu narsani KPI deb nomlayotgan bo'lsangiz, bu juda ham katta xato. Chunki bonus premiyalar asosan natijaviylikka qaratilgan motivatsion instrumentlar hisoblanadi. KPI esa aynan xodim samaradorligini oshirish uchun qo'yiladigan instrument, uslub. O'zi qay holatda umuman olganda KPI ishlaydi. Hozir juda modni gap, hamma gapiradi. Lekin eslab qolinglar, kompaniyada bardak bo'lsa, hamma ishni baravariga qilayotgan bo'lsa, KPI ishlamaydi. Va eng birinchi navbatda eng asosiy talab KPI qo'yilayotganda bu kompaniya maqsadlari borligi. Chunki belgilanayotgan KPIlar birinchi navbatda biznes maqsadlariga bog'liq bo'lishi kerak. Biznes maqsadlari deganimizda nima nazarda tutiladi? Aniq raqamli ko'rsatkichlar nazarda tutiladi. Misol uchun biznesim qanaqa maqsad qo'ydinglar desam, ko'pincha biznesim o'sishini xohlayman, daromadim o'sishini xohlayman, shu maqsadim deydi. Lekin o'sish deganda nima nazarda tutilyapti? Mana sof foiz 5% ga oshdi. O'sishmi bu? Yoki xizmatlar soni yoki mijozlar soni 5% ga oshdi. O'sishmi bu siz uchun? Yo'qmi? O'shaning uchun konkret raqamlar bo'lishi kerak. Aynan shu raqamda sizga maqsadingizga erishdingizmi, yo'qmi? O'sha qaysidir davr uchun qaror qabul qilishga yordam beradi. Shuna qilib, biznesda qanaqa maqsadlar bo'lishi mumkin? Misol uchun, sof foyda nechidir foizga oshishi, tushum, oborotiga kapital oshishi nechidir foizga yoki xarajatlarni qisqartirilganligi, hammada har xil strategiya bo'ladi. Xarajat qisqartirish bo'lsa, misol uchun xarajatlarni 40% ga qisqartirish bo'lishi mumkin. Yoki kompaniyada o'sish strategiyasi bo'ladigan bo'lsa, bunda daromad, xizmatlar soni oshishi mumkin, mijozlar soni oshishi mumkin. Qo'shimcha filiallar regionlarda yoki boshqa davlatlarda ochilishi mumkin. Ya'ni yangi bozorlarni zabt etish ham belgilangan bo'lishi mumkin va hammasida aniq raqamlar bo'lishi kerak. Nechta filial, qancha necha foizga oshirilgan xizmatlar soni yoki mijozlar qanchaga oshgan, chiqib hamma yoqda raqamlar va aynan shu biznesdagi raqamlar pastga KPIlar sifatida tushiriladi. Chunki har bitta ko'rsatkichni bajarish uchun muayyan bir bo'limlar ishlatiladi. Mana misol uchun aytaylik, biz sof foydani 50% ga oshirmoqchimiz. Misol uchun 1 million dollar qilganmiz, 1,5 million dollar qilmoqchimiz va shu holda nima qilishimiz kerak? Demak, sotuvlarimiz ham oshishi kerak. Demak, ishlab chiqarish ham oshadi. Sotuvlar ko'payadigan bo'lsa, ishlab chiqarish oshadi. Ishlab chiqarish oshadigan bo'lsa, sotuvlar oshirilgan bo'lsa, ya'ni marketing yangi mijoz oqimini olib kelish kerak. Ya'ni leadlar soni oshadi, to'g'rimi? Shunga qarab turib, agar biza xizmatlar soni oshadigan bo'lsa, sof foyda soni oshadigan bo'lsa, biza demak biznes kengayishini nazarda tutganmizda va yangi ikkita regionda filial ochishni rejalashtirganmiz. Ular ham qo'shiladi. Demak, filiallarni ochish bilan shug'ullanadigan yo marketing yo tashkiliy qanaqadir bo'lim, unga bu hamma ko'rsatkichlar tushadi. Har bitta bo'lim shu ko'rsatkichlarga erishish uchun qanaqadir samaradorlik ko'rsatkichlarini belgilash kerak. Shuning uchun eng birinchi talab biznes maqsadlari bo'lishi kerak va KPI o'zidan o'zi bizda odatda o'zbek biznesda anaqa qiladi. Qani bitta sotuv bo'limiga KPI qo'yishchi deydi. Qatdan olasizlar ko'rsatkichlarni, qanaqa qo'yib olasizlar bu KPIlarni agar biznes maqsadlari bo'lmasa. Shuning uchun KPI qo'yishdan oldin biznes maqsadlarini qo'yasizlar. Keyin ular bir-biriga uzviy bog'liq bo'ladi. Yana ozgina bu haqida keyinroq gaplashamiz.
Ikkinchi juda ham muhim bo'lgan talab bu KPI ko'p bo'la olmaydi. Ya'ni ideal holatda 3 ta bo'lish kerak yoki 5 ta bo'lish kerak. Nega? Chunki xodimning fokusi 10 ta vazifaga qaratilishi kerak emas. 10 ta asosiy ko'rsatkichlar deyilgan. 10 ta asosiy ko'rsatkich bo'la olmaydi bitta xodimda. Vazifa bo'la oladi, lekin asosiy ko'rsatkich eng hamma samaradorligini qaratish kerak bo'lgan ko'rsatkichlar 3 tadan 5 tagacha bo'lishi mumkin. Undan keyin juda ham muhim bo'lgan narsa KPIlar aniq bo'lishi kerak. Aniq deganda mafhum, siz tushunayotgan narsa xodimlar ham xuddi shunaqa narsa tushunishi kerak. Siz aytgan narsangiz xodim o'zicha tushunib, o'zicha qiladigan bo'lsa, ertaga xuddi shunaqa rezultat ham bo'ladi. Va undan keyingi talab juda ham muhim, bajara olish mumkinligi. Nima degani bajara olish mumkinligi? Mana misol uchun sotuv menejer misolida oladigan bo'lsak, sotuv menejer samaradorligini oshirish uchun biz muayyan mijozlar soni bilan kuniga gaplashish kerak deb KPI qo'yamiz. Ya'ni sotuvlar qilib, sotuvdan qanaqadir bonus olishi bu KPI emas. Lekin qanchadir mijoz bilan gaplashishi bu KPI ko'rsatkichi hisoblanadi. Chunki qanchalik ko'p mijoz bilan gaplashsa va qanchalik samarali gaplashsa, ya'ni bu konversiya haqida o'zi gap ketyapti, shunchalik sotuv ehtimoli yuqorilashadi. Va shunda biza sotuv menejerga osmondan olib kuniga 100 tasi bilan gaplashgan deyishimiz mumkin. Lekin u gaplasha oladimi? Qila olishi, bajara olishi mumkinligi odatda oldingi statistikalardan ko'riladi. Ya'ni oldingi ko'rsatkichlarni bilishingiz kerak. Ha, sotuv menejerlar o'rtacha kuniga 30 tadan 50 tagacha mijoz bilan gaplasha olishi mumkin ekan. Ma'muncha vaqt gaplasha olishi mumkin ekan. Ya'ni raqamlar hech qachon osmondan olinmaydi. Oldingi tajribadan kelib chiqqan holda ozgina oshirib qo'yiladi. Bundan tashqari juda muhim bo'lgan narsa bu mas'ullar aniq belgilanishi kerak. Bizning o'zbek biznesda sen borgin, mana ish ham qilargin deysiz. Keyin u menga qara, men band edi, sen qilargin. Bunaqa vaziyatda KPI ishlamaydi. Konkret vazifaga konkret mas'ul bo'lish kerak. Ana o'shanda bir-biriga to'nkashmaydi. Mas'uliyatni aynan shu ko'rsatkichini olishadi. Undan keyingisi o'zaro zid bo'lmasligi. Mana shu juda ham muhim narsa. Chunki agar siz hamma bo'limlarga baravarga KPI qo'yayotgan bo'lsangiz va kompaniya oldida misol uchun sof foydani oshirish bo'ladigan bo'lsa, demak, sotuvlar oshishi kerak. Sotuvlar oshishi uchun marketing yetarlicha lead olib kelib berish kerak. Agar siz marketingga aytyapsizki, kuniga 500 ta yangi mijoz olib kelib bergin deyapsiz, lekin sotuvchilarga kuniga 50 ta mijoz bilan gaplashishing kerak deyapsiz, lekin sotuv bo'limingizda 12 ta xodim bor, ya'ni 600 ta lead kerak. Bir-biriga zid. Sotuv menejer agar yetarlicha lead kelmagan bo'lsa, yetarlicha mijozlar bilan gaplashib bera olmaydi. O'shaning uchun bir-biriga bog'liq bo'lish kerak, zid bo'lish kerak emas. Xuddi shunaqa agar sotuv bo'limi misol uchun oyiga 100 ta sotuv qilish kerak bo'lsa, ishlab chiqarish shu narsani yetkazib berish kerak. Ya'ni ularning ko'rsatkichini ham shunga bog'liq qilish kerak. Bir-biriga zid bo'la olmaydi. Va eng oxirgisi muddati belgilangan bo'lishi kerak. KPIlarning muddati hamma o'ylaydiki, 1 oylik KPI qo'yish kerak deydi. Bir xili bir haftalik deydi. Lekin hammaga bir xil KPI qo'yiladi degan narsa yo'q. Chunki hammamiz ishimiz har xil, uni yakunlanish davri har xil. Hattoki sotuv menejerlarning ham sotayotgan narsasidan kelib chiqqan holda sikl сделки bo'ladi. Ya'ni sotuvga yetkazib borish davri bo'ladi. Misol uchun yirik qanaqadir texnikalarni sotadigan sotuv menejerlar сделкасini davri 3 oylab bo'lishi mumkin. Uzoq payt переговор olib boriladi. Ularga 1 oylik KPI qo'yib bo'lmaydi, chunki har kvartalda o'lchashingiz mumkin ular sotuvlarni samarali olib boryaptimi, yo'qmi. Xuddi shunaqa misol uchun bo'lim rahbarlariga ham bo'limi natijalarini va samaradorligini ko'rsatish uchun odatda yo 3 oy yo 6 oy KPI qo'yiladi. Bundan tashqari biznes egalari kompaniya rahbarlariga, CEOlarga, operatsion direktorlar bo'ladi. Shunaqa direktorlarga odatda 1 yillik KPI qo'yiladi. Chunki odatda rahbar KPI sof foydaga bog'liq bo'ladi. Ana o'sha samaradorlikni agar bajarsa, xarajatlarni tushirsa, sof foydani oshirsa, tushum ko'tarilsa, ana o'shandagina biz 1 yildan keyin yoki hech bo'lmasa yarim yillik nuqtada belgilashimiz mumkin KPI. Shuning uchun har doim har xil aynan ishini, vazifasini xususiyatiga qarab turib belgilanadi. Demak, bu asosiy talablar edi. Endi
tepadan pastga tushirilishi haqida maqsadlar. Ya'ni KPI aytdim, biznes maqsadlariga bog'liq bo'lishi kerak va bu holda misol uchun biznes qo'ygan bo'lsa, asosiy yo'nalishini, vektorini, strategiyasini qo'ygan bo'lsa va unga asoslangan asosiy ko'rsatkichlarni belgilagan bo'lsa biznes, har bitta bo'limga alohida tushiriladi samaradorlik ko'rsatkichlari va har bitta bo'limga tushirilgandan keyin bo'lim har bitta xodimga tushirish kerak. Ana o'shandagina har bitta xodim samarali ishlasa, bo'lim samarali ishlagan bo'ladi. Bo'lim samarali ishlagan bo'lsa, butun yo'nalish samarali ishlagan bo'ladi. Va har bitta yo'nalish o'zini sohasida samarali ishlagan bo'lsa, biznes o'z maqsadlariga erishish ehtimoli 100% tenglashadi. Hattoki o'zi KPIda shunaqa qoida bor, grandfather rule deyiladi. Men o'zbekchasiga do'da qoidasi deb perevod qilaman. Bu aynan maqsadlar tepadan pastga tushirish haqida. Har doim esingizda tursin. Shunchaki bitta bo'limga alohida KPIlar qo'yilmaydi. Ya'ni bu narsa biznesni o'sishiga va strategiyasiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilish ehtimoli juda yuqori. Endi joriy qilish haqida ikki og'iz gapirmoqchi edim. KPI, misol uchun biznes egalari, rahbarlar, hattoki HRlar eshitishadi bu KPI haqida. Lekin eshitgandan keyin ruhlanishadi, u zo'r o'zgarish qilib berar ekan biznesda deyishadi-da, sirazu borib tatbiq qilishadi biznesda. Lekin bu katta xato. Chunki birinchidan KPIlar har bitta yo'nalish bilan alohida ishlab chiqilinishi kerak. Hamkorlikda. Prosta rahbardan belgilanib pastga tushirsa ishlamaydi. Chunki birinchi navbatda qanchalik to'g'ri qo'yilgan, ikkinchi navbatda juda katta qarshilik bo'ladi. O'sha qarshilikni yengish uchun oldindanoq o'zi shu bo'limi xodimlari bilan birga ishlab chiqish kerak. Bir. Ikkinchidan, hamma KPIlar oldingi tajribadan kelib chiqqan holda osmondan emas, aynan oldingi statistikani ko'tarib, o'sha asosda belgilanadi. Uchinchidan, belgilanayotganida, tatbiq qilinayotganida bu narsa alohida o'qitilish kerak xodimlarga, ya'ni dars olib borish kerak. Ularga tushuntirish kerak, mazmun, mohiyatini, qanaqa ishlashini, kimga qanaqa KPI qo'yilishini. Albatta ular tushunish kerak, negizini tushunish kerak. Ana o'shandagina yana qarshilik kamayadi. To'rtinchidan, tatbiq qilinayotganda test davr bo'lish kerak. Ya'ni siz ishlab chiqdingiz, bo'ldi, bugundan boshlab shunaqa ishlaysizlar degan narsa qilib bo'lmaydi, chunki juda ham risklari katta. Nimaga risklari katta? Birinchidan, belgilangan narsa bajara olinadimi, yo'qmi? Bu katta savol. Odatda hattoki agar juda ham yuqori qo'yilib yuborgan bo'lsa, bu holda xodimlar demotivatsiya bo'ladi, ya'ni motivasiyasi o'ladi. Agar misol uchun past qo'yilgan bo'lsa, bu biznes egasiga va rahbarga juda katta zarar olib keladi. O'shaning uchun birinchi u narsani tekshirib ko'rish kerak, o'zi to'g'ri qo'yilganmi, yo'qmi. Ikkinchidan, xodimlar sekin bu narsaga moslashish kerak, o'rganish kerak. Psixologik, emotsional, fiziologik, ya'ni qilayotgan ishini tezligi, uni samaradorligini tushunishlik kerak. Buning uchun odatda men 2 oy tavsiya beraman test davri qilish uchun. O'sha 2 oy davomida hammaga qo'yiladi KPI, shu KPI asosida ishlashadi, lekin aytiladi 2 oy davomida test davr hammanglar o'zingizlarning samaradorligingizni ko'rishinglar uchun, qaysi nuqtalarda qaysi xatolarni to'g'rilash mumkinligini anglash uchun qilinadi. Ana o'shandagina 2 oydan keyin bizni tatbiq qilamiz o'sha real hayotga. 2 oy davomida sizlar eskichasiga oylik oborasizlar, lekin biz hisoblab boramiz. Agar shu KPIlar asosida shunaqa ishlaganingizda qancha pul olishinglar mumkin edi. Ana o'shanda xodimlar tushunadi. Ha, men ko'proq pul olishim mumkin ekan. Ha, yo'q, men bitta xato qo'ygan ekanman, samaradorligimni oshirishim kerak ekan. Ana o'shaning uchun men bunaqa ishlasam ko'proq pul olishim mumkin ekan. Men bitta kam olib qolar ekan, men bunaqa ishlasam degan xulosalarga o'zligi kelish kerak. Chunki agar faqat siz gapirib, siz tatbiq qiladigan bo'lsangiz, bu narsani ishlash ehtimoli 10%. Chunki hamma qarshilik qiladi, butun jamoa qarshilik qiladi. Shundan kelib chiqqan holda muhim narsalar statistika va tajribaga asoslangan holda belgilash kerak. Обязательно xodimlarni o'qitish kerak. Обязательно test davri bo'lishi kerak va muhim bo'lgan narsa bu motivatsiyasi bo'lishi. Ya'ni qanaqadir motivatsiya berishingiz kerak. KPIlarni siz bilan birga jamoa tatbiq qilish uchun qanaqadir o'yinlar, balkim qanaqadir qo'shimcha sovg'alar, premiyalar aynan shu sistemani tatbiq qilgan,
qo'llab quvvatlagan, birinchi bo'lib eng zo'r ishlatib bergan bo'limlarga qanaqadir prizlar qilishlik kerak. Va umuman olganda, любой o'zgarishlarni tatbiq qilganingizda shu o'zgarishlar tatbiq qilinayotgan, ya'ni start berilayotgan payt qanaqadir juda ham yaxshi emotsiyalarga bog'langan bo'lishi kerak. Yo'q, hammani misol uchun yig'ib ana o'qitish kerak dedim, shu o'qitish jarayonini hamma pizza yeb, qanaqadir juda neformal muloqot qilishga bog'lash mumkin yoki hammaga shirinlik tarqatish mumkin, mevalar tarqatish mumkin, chiroyli korzinkalarda. Ishqilib qanaqadir ijobiy emotsiyaga bog'lash kerak bu narsani. Doim любой o'zgarishlar qanaqadir motivatsiyaga bog'langan holda bo'lishi kerak. Shunaqa qilib bu eng asosiy tatbiq qilishdagi talablaydi. Endi KPIlarni o'zi haqida gapiradigan bo'lsak, kimga qanaqa qo'yiladi deyiladigan bo'lsa, misollar keltiraman. Yana prezentatsiyada qo'shimcha misollarni ko'rib o'tishingiz mumkin. Mana misol uchun sotuv menejeri oladigan bo'lsak, biz plan bajarilishiga unga bonus berganmiz. Lekin plan vaqtida bajarilishiga KPI qo'yishimiz mumkin. Kuniga qo'ng'iroqlar soniga yoki ularning vaqtiga KPI qo'yishimiz mumkin. Konversiya, ya'ni mijozlar sonidan sotuv qilish ulushiga KPI qo'yishimiz mumkin. Mijozlarning qoniqganlik darajasiga KPI qo'yishimiz mumkin. Shartnomani tuzish davriga, ya'ni sikl сделки bor, длительность сделки bor. Ana o'shanga qo'yishimiz mumkin. Misol uchun restoran, kafelarda yoki magazinlarda, kiyim-kechak magazinlarda o'rta chekka qo'yish mumkin. Ya'ni xodim, sotuv menejer doim ko'proq pul olib kelishga qiziqgan bo'lish kerak. Menimcha sotuv qilsam, menimcha pul olasan deb qo'ysak yetarli emas. Marketologlarga, lidlar soniga, ulardan konversiyaga qo'yishimiz mumkin. Byudjetga qo'yishimiz mumkin. Marketologlarga bundan tashqari mijoz narxiga, lid narxiga KPI qo'yishimiz mumkin. Bu sirazu samaradorlikni ham oshiradi, kompaniyaning xarajatlarini ham ekonom qilishga imkoniyat beradi. Shunaqa qilib HR xodimlarga qanaqa KPI qo'yishimiz mumkin? HRlarga birinchidan vakansiyani yopish muddatiga, soniga qo'yishimiz mumkin. Xodimlarni adaptatsiya yoki sinov muddatidan o'tishiga qo'yishimiz mumkin. Ya'ni mana xodim olib keldi, rekruter, lekin 5 ta xodim olib ketdi, 5 ta sinov muddatida ketdi. Значит, samaradorligi juda ham past. Значит, to'g'ri keladigan xodim olib kelmayapti rekruter. Bundan tashqari xodimlarni qoniqganlik darajasiga qo'yishimiz mumkin. Motivatsiya darajasiga qo'yishimiz mumkin. Juda ham variantlar ko'p. Men misollarni yana slaydda qoldiraman. Aynan shular asosida KPI belgilanadi. Agar bu darsligimizni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz